Assalomu alaykum. O'zbekiston Abdumalik tandirlari, xudo xolasa bular bitgan, naryoqda bityapti, xudo xolasa. Abdumalik tandirlari zo'r, ha? Xudo xolasa mana tandirlarimiz shu O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Ba'da quruqlari, yozg'ilari bor. Tashqarida ham, Damesimizda ham bor, xudo xolasa. Shu O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Mana 2025 25-oktyabrda sizlarga video qilyapmiz. Xudo xolasa mana tandirlarimiz bitayotgan holatlar bu. 4 bo'lak bo'ladi. Mana bunday holatda bitadi. Kimgadir qiziq shu bitayotgan holatlari. Xudo xolasa aloqalarimiz Abdumalik tandirlar shu O'zbekiston bo'yicha olib borib berish, qurib berish dastavkalarimiz bor. Abdumalik tandir. Tashqari Nevesta tandirlarni ko'rsatamiz sizlarga. Bu ichkaridagi bo'lyapti. Ana egalar. Mana bunaqa pesh ochiladi. Istashganimizga ochib qo'yamiz. 2-3 kun turadi, yetiladi, keyin ko'tariladi. O'rta peshi, usti peshi bo'ladiki, og'zi bo'ladi. 4 bo'lak bo'ladi-da. Ba'zi yer tandirlarimiz egalar mana. Eniga 1.60, bo'yi 1.30. Yer tandir bo'ladi, yerga qo'yib quriladi. Bu osma tandirimiz yotqizib quriladi. Anaqa chag'alda ko'rgan bo'lsanglar, Akmalga patir, Volidan patir, chiqib o'shanaqa naqalarga quriladi bu. Patirga Volidam shunaqalarga, o'shalarga olib borib quriladigan tandirlarimiz bor. Xudo xolasa hamma razmerdan bor. Bu Nevesta, tashqarida Nevesta tandirlarimiz bo'lyapti. Ichkarida ham ko'rsatdim. Xudo xolasa aloqadamiz. Olib borib berish, qurib berish xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha Rossiya, Qozoq, tojiklarga olib borilyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Qozoqqa jo'natdik, Rossiyaga jo'natdik. Xudo xolasa aloqadamiz shu O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Olib borib berish, qurib berish, xudo xolasa. Abdumalik tandirlar 2025-25-oktyabrda video qilinyapti akalar. Xudo xolasa aloqadamiz. Mana bunaqa ochiladi. Peshimiz bo'libdi endi. Ada loyimiz tayyor. Achitib tindirib qilinadi. Xudo xolasa aloqadamiz Abdumalik tandirlar 2025-25-oktyabrda xudo xolasa Abdumalik tandirlar. Xudo xolasa aloqadamiz zo'r bizda. Telefon qo'yinglar Abdumalik tandirlar.